Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Men Toshkent shahridan judayam og'ir ahvolda oyoqlarim, qorinlarim, qo'llarim bilan shish ahvolda kelgandim. Oyog'imda ichki varikoz. Bu varikozni davolatish uchun bormagan joyim qolmagan, operatsiyasiz bo'lmaydi degan. Lekin to yetib kelgunimcha ham bo'lgan og'riqlarga men zo'rg'a kelganman. Shu yerga Andijon shahrida, Marhamat tumanida joylashgan Javlonbek asalari klinikasiga kelib, mana lecheniya oldim. 2 kundan natijasi bilindi. Уже birinchi kursni tugatdim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Rossiyam yaxshiman, judayam yaxshiman. Ozgina ham demayman, yaxshiman. Bu paytgacha men aptekadagi eng qimmat antibiotiklardan foydalanganman. Natijasi bo'lmagan. Minus tarafga o'zgarganman, lekin plus tarafga emas. Lekin bu yerga keldim, mana tabiiy, hech qanday ximikat yo'q, antibiotik yo'q. Faqat tabiiy usulda asalari bilan davolandim. Yaxshiman, judayam minnatdorman. Sog'ayib ketganimga alhamdulillah, Allohga shukr aytaman. Shularga, Sohibaxonga, Javlonbekka minnatdorchilik bildiraman. Shu qatori umid qilib kelgan boshqa bemorlarimizga ham Allohim shifo berishini so'rayman. Rahmat. Hammanglar kelinglar, rost narsa bu, ishonchli. Shifo topinglar. O'zim medikman, hech qachon doktorga yugurmanglar, tabiiy davolanishga harakat qilinglar. Ko'zim bilan shu yerda nechta bemorlar ko'rdim. Qo'ltiq tayoqda kelgan, og'ir ahvolda kelganlar yaxshi bo'lganini ko'rib, havas qilgandim. Men ulardan ham o'tib ketdim. Yaxshiman. Sog' bo'lishsin bular. Rahmat. Xudo xolasa yana ikkinchi kursiga kelish niyatim bor.